U yozilmagan-ku, jis yo'q-ku. Bor. Dimlangan Bor jiz. ekan. Anaqa yo'q. Ana kim xonavotda Oliviya? Oliviya bor ekan. O, Alaviya. Qizlar ovqat zakaz qilyapmiz. Ovqat zakaz qilyapmiz. Dimlangan. Тогда Новогодний тогда я буду dimlangan jiz. Хорошо. Молдасчик? Mana bitta новогодний menyu bor ekan. Да вы Narxi что? vashi zo'r ekan. Yo'q, Молдас. necha pul ekan qani? Kashmish paketasi 3 kun ichida polni to'ldirib, А yana bittasi qog'oz nimaga oldik? Или Так, для hozir кого? unga yozamiz. Да, unga yozamiz. А, сейчас будем писать. Mana men bu qo'molib bergan listочкlarni olasizlar. Men karta bilan ishlab olamiz. Men kartalar nima? Men kartalar sizlarni ongyoz stili bilan ishlaydigan kartalar hisoblanadi. Bu fol ochmaydi. Bu shunchaki sizlarni ongyoz stilida bekinib yotgan ustanovkalarni chiqazib beradi. Qanaqa qilib chiqazadi? Miya ko'rganida, ya'ni bu menga tegishli emas deydi-da, hamma mexanizm защитalarini yechib qo'yadi. O'shaning uchun men kartalar eng bir effektivniy instrumentlardan biri hisoblanadi. Masalan, hozir mana shu kartalarni pul bo'yicha ishlaymiz. Hammalarga bittadan karta beraman. O'sha kartalarda nima ko'rganinglarni yozasizlar. Masalan, uchta yoqqan tarafi, uchta yoqmagan tarafi yoki masalan, uchta o'zgartirmoqchi bo'lgan tarafinglar, uchta o'zgartirmoqchi emas yoki qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan tarafinglar. Olgan kartanglar o'zinglarniki bo'ladi. Да, olgan kartalar o'zinglarniki Еще раз, bo'ladi. 3 вещи, что понравилось, 3 не плюс понравилось. минус. Ага. Да, то, что понравилось, то, что не понравилось, либо то, что вы хотели бы поменять 3 вещи, или 3 вещи, которые бы вы не хотели поменять. Вот у меня вот такая карта. Это я не вижу. Мне говорит то, что не понравилось? Да, то, что не понравилось. Так, мне не понравилось то, что этот to'xtang bilan yozib olsinlar. фон некрасивый. Boshqa Смог. Фон некрасивый, не понравилось. Не понравилось. Да, поменять хотела бы я здесь фон поярче сделать. Женщину бы хотела поярче сделать, одеть ее поярче и волосы ей распустить. Вот эти 3 момента, которые мне не понравились. А как это связать с деньгами? С деньгами? Серо в области денег. Ничего нет. Пустота. Вот как размазано на картинке, так же у меня сейчас с финансами. Деньги равно непонятность. Да, Деньги непонятно. это непонятно. Непонятно, откуда они приходят, куда уходят. Yana so'rashmoqchi. Ayting. Pul qara kasb beraman.